Aydiz kesilining to'liq atalishi erishim immunit kamtiligi yig'indi alomati bo'lib 1981-yili dunyoda tunji aydiz bemori bayqalgandan tortib hozirgacha bu qo'rqinchli olvasti 30 million odamni yig'mab ketdi. Hozir yer sharida kuniga 16 ming odam aydiz virusi bilan yo'qolmoqda. Aydizning insoniyatga etkilagan azob-uqubatlari urush istiqbollarining vahimasini besib tushdi. Ko'z oldimizda o'tirgan Alining hikoyasi dal atrofimizda yuz berayotgan aydiz to'g'risidagi fojialarning biridir xolos. Hozir bundoq hikoyalar kundan kunga ko'paymoqda. Shuni yodimizdan chiqarmaydi. Axloq buzilgan, ro'yat puchaklashgan joyi hamon halokatga yaqin bo'ladi. Aydiz virusi qo'rqinchli emas. Uningdan mudofaalash butunlay mumkin. Eng qo'rqinchlisi axloqning buzilib, hayoning ko'tarilishidir. Oy, qanday qarang ahvoling? Tinchlikmi? İçide adam var mı? Ba, hammasi bor. Sen kirmemsen? Bo'ldi, men hozir kirib chiqdim. Emse saltırıp görüşeyim. Ma'qul, xo'sh. Ma çıkıp git ha. Çıkıp git ama. Hey! Neymiş kılıvatsa? Neymiş kısızdın bu ne? Ha? Neymiş kısızdın? Ha? Kara bu yege. Uyun neredesin ha? Digine. Ha? Uyun nerede? Ha? Dadağının yeni başlapasam. Kandak tayak yediğini onu bilemsen. Ha? Çıkar maşına. Ben... Çıkar. Uyun nerede? Ha? Eğer uyunun nerede demsen, hazırlı sakçık tapşırıp verme. Bolde yıkılma. Bak sen yıkılsan yıkıla be. Dölgüne maşinne. Ben de pul yok. Bolde. Bolde yıkılma da. Hoca! Maktabga bormabsan ku? Nim bo'ldi? Ha, tusha. Nimaga yig'laysan? Yig'lamag'in afkam. Yig'lama. Men avu maşiniga razmsizgan edim. Munaqay tutulib, dadamga deyman, soqchiqoniga tutib berman deb meni qo'rqitib, qishinga olib keldi. Bo'ldi, qo'rqma afkam, ha? Men bor. Yig'lama. Dadamga demaymiz, ha? Xafa bo'lmang, ha? Sal saqlab turing. Pulga mashinangizni remont qildirib eling. Bu pul yetmaydi. Amsa tushdan keyin bu tarafga bir o'tsangiz, shu chaqda qog'inini to'liqlab beray.
Unutib qolmagamsan, ha? Seni to'y qiladigan deb anglayman-ku. Ha, uydagilar aldirib o'tadi. Lekin olay desam, tuzuk bir hasi yo'q degina. Undaq bo'lsa meni ala. Olay. Necha pullik to'ylik salsam degansan? Ish qilib qimmat emas. Necha puling bor edi? 2000 go'q degansan. Voy eshak ala. Bekor tursan, menga tegsam, ap tashlab qo'ysam, savob bo'lib qoladi. Voy oz gap qila. Hay, pul bo'z alikoy berib tur. Pul yo'q, tiq tashlab qilmadi. Voy yo'qolg'ina. Hey, xo'sh. Xo'sh. Dadang seni xijil bo'p qolmasin, ko'nglidagi gaplarni deyamay turmusin deb, bugun tushlik tomoqimi kammidi. To'y qiladigan vaqtingmi bo'ldi, bolam. Bizning nari ko'gimiz bor. Voy, dostxonda o'tirib qo'zig'ini qashlavermigina. Mana. Gap qila, bugun dadangga javob qilsam bo'lmaydi. Amsa tortinmay davira yopa. Ha, degina. Hilqi Oysham. Ha, ilib o'qituvchi Oyshamma. Voy mang'ina. O degan o'tib ketgan otkachinim tursa. Ha. Mening deganim Hilqi Savurkamning Oysham. Bir qo'ydi ekanman toza. Hay, yozda yotqanni beshig'i ortib, ko'chada so'rab yuradigan. Qishda roboshki kiyib, yo'ldan o'tkalay tukirib yuradigan ozuqni qanday boqaman. Senda kelin o'g'an ekan. Chaqchaq qilmay, raskipingni degina. Chaqchaqnimi qilib qo'ydim opa. Sizlar kimni o'ylashgan bo'lsanglar, menga yaraydi. Amsi pushaymon qilmaysan, ha? Qilmayman. Sizlarga yarg'a odam menga yaraydi opa. Helqi Gulshan degan qizning opasi bilan so'zishib qo'ydim. Sizlar ko'rishib beqinglar. Bir-biringlarni yoqtirib qolsanglar, bizmi vaqtida choyni akirib vitaylik, jinim bolam. Ma'qul. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Sizni yana mang'izib sat bo'ldi-ya. Qarang. Mashinadan sir tushgan yana o'zingizmi ko'rdingiz. Bunchalik pul yetmaydi. Hay, u kichikgina joyga qanchalik pul bo'lsa o'ngshat qilib bo'ladi? Bir hamin ko'y atrofida bo'lsa. Nima? Lekin menda mushunchalik pul bor. Qizchaq, men bunday yo'lsizlik qilsangiz yoqmaydi. Kim yo'lsizlik qildi? Ziyningizni to'lab berdim-ku mana. Hey, ishonmasangiz men bilan remont xonasiga bering, ha? Men nima ish qilaman u yerda? Odam bekor qolmadi. To'xtab turing, men avval so'zni Voy, olay. bo'ldi qara. Kichkina bir bola o'qmay, jijib qolganmi shunchalik qilib ketgan bormi? Yig'nining ko'zida aychayga 300 yuan deysiz. Ha. Nima bunday yo'lsizlik qilasiz? Sen degichi menda olaydigandek qara bu gapni.
Vay işinizni qiling, ha. Nasıl bastı o adamı? Bu yerga ikkinchi oyoq basmayman. Avtomakini endi hargiz chekmayman deb o'zimga qancha va'da berdim. Ammo ixtiyorim emas. Oyoqlarim meni mushu mudish chayq boshlaydi. Shayton nozi bilan chillaydi. Qanday qilish kerak? Ah, Xudo. Yo'q. Mushu eng oxirgi qitim qis bo'lsin. Yaxshimisiz? Oy, bugun ajab yasinib vaqti zavodning boshlig'idagina bo'lib apsan-ku. Sen nima ish qilsan bu yerda? Men bo'ldi. Birisi bilan mush yerda uchrashmoqchi bo'lgan. Voy, opa, o qiz bo'lmaydi. Voy, o qizim nari bo'lmaydi ekan. Men uni bilan ko'rishdim. Men uni tuniyman. Rost. Rost, opa, hozir ko'rishdim. Men uni burul tuniyman. Hey, Gülşen bana hazırlı texi aşxananing oldiga kelganligini, seni qanday to'raydiganligini surishtirib, telefon qilgan tursa, xatarishib qolmagansan. Sen to'la meni ahmoq qilaman demay, ishni yaxshi bir taraf qilib kel. Ha, ma'qul. Vay, Voy, yaxshimisiz? Men Ali. Biz men sizni oshxonada saqlayapman. men bu oshxonada qoldim.
Aldın qıtım. Bek sert iş oldu. Keçirim. Aras. Pulunuzni qaytirib beray. 50 koyni keyin qaytirib beray. Nima deb sizning pulingizni og'dayman? Ilavering, bu pul aslida sizning pulingiz edi. Nima tamoq buyurtsizlar? Nima tamoq yeysiz? Men tamoq tanlamayman. Polodan 2 kishilik. Qatiq. Yana Bo'ldi, isrof bo'ladi. qancha pul bo'ldi? Jami 30 qo'y. Polingizdan ishlatib turay. Nimaga bunchalik avdiqsiz? Uduqmidim. Rost gapni qilsam, men galostukqa ko'nmagan. Buni taqolib, xuddi bir yelimdan siqayotgandek bo'lib qoldim. Hammasi ilib eting. Ha, rost. Rahmat. Rahmat. Darat, dararat, darat, darararar, darat, darararar, darat. Mushu kichik boladek mijozingizni qachonmi tashlaydigansiz? Uy, qarang sizni. Bu bola yolg'iz meningli balamidi? Qarang, bu bolamizning sho'xlig'iga. Oyog'i chiqmay turibla, dada, tong sugitib qo'ygan deydi. Shunga bu kichik farishtaga tong sugitibman. Qandaq? Bola beqishni o'qimaydigan. Balam ey, nima qilding ha? Attigani nima qilding? Dadangning kiyimlarini bulg'atding ku, ha? Nima qilding bu, ha? Yig'lama balam, yig'lama. Suygan. Kichik bolaning suydigigan barakat. To'xtamay suyib balam. Ha. Uy, qarang, gap qilyotdi.
Ha? Ha? O opam sizni suyib qo'ysin deydi. Ha, siz meni suyib qo'ydigan Voy bo'ldingiz. bo'ldi qiling ha. Attiganda qo'rg'amda aytmay ishingizga maqsangizchi. Voy, mushikan bo'lib ketkiz demabsiz-ku. Akam Baldiroq abi. desangiz umanda. Kiyimingizni o'shang ha. 50 kun osta bo'lgan bo'ldim-da bugun. Men maqdam. Xo'sh, xotin. Xo'sh. Assalomu alaykum. Kelib qolsan-ku. Ha, qanaqda eshitdingmi? Zulfiyaning telefon nomerini deb bera. Assalomu alaykum. Ha. Teshdingmi aka? Ha, Amrullam aka. Qanday ahvolingiz? Qanaq, ish vaqting yaxshimi aka? Qo'lida herhalde yaxshi. Aka, buni Nima bu? Burunqilarcha. ha, qog'inni kim beryapman? Endi bir oyning mo'risini tutib chiqarmoqmi? Nihoyat taskamdan ha aka. Qog'inni uzun qolmay beryapman. Pul topgandan keyin cho'qim beryapman. Ha? O'yog'ning morsini tutun chiqadim deb bizning ot o'chirib qo'ymayın ha? Ha. Xotirjam bo'ling aka. Hargiz undaq bo'lmaydi. Abdes, Ha? yaxshidan azroq bergin. Rahmat aka. Xo'sh, amsa. Ha, mana qada. Odash tez bo'la. Chu. Hey, sirtki ishlar qanday? Xotirjam bo'l, hech qanaqa ish yo'q. Va, xeyli jiq. Rahmat odash, Rahmat. rahmat. Qoldirib qo'yasang, jimo. Ha? Bo'pti.
Tozliq uyiga bek ko'p kiradigan bo'lib qoldingiz. Sizda biror chatoq yo'qdi? Bilmadim. Yaqindan buyon pat-pat ichim surgan bo'lib qoldi desa. Ba'zida to'xtamay yutilib ketasiz. O'zingizmi o'riqlab qoldingiz? Yaxshisi doktorga tekshirtib boqaylik. Siz bayada men doktorning nima keriga xotin. Siz menga har qanday doktorning do'risini bak shifo qilasiz. Ha, rost bir gapni dey degandim. Biz bu uyni qaytarib o'tib, vaqtincha bo'lsa-mu cho'ng uydagilar bilan birga tursaqmikin deyman. Bu gapni opamga men degan edim, lekin shu qo'shilmadi. Men cho'ng uydagilar meni yoqtirmadimikin deb o'ylab qoladi ekanman shu. Yo'qay, unday emas. Opamning o'ylig'ini bor ekan. Mushundaq tursaq, ikki quda o'tirsida o'rinsiz xapliq bo'lmaydi deydi. Agar ular bilan bek turg'ingiz bo'lsa, yangi bo'lgandan keyin domliq cho'ngiga berib, kirqatlarini yuvib, oshtamig'ini etib bersangiz, bo'ladi emasmi? Oy, xonvalidi buzurkvorim. Sizlar jim o'ltirib xizmatlarimga yetakchilik qilsizlar. Qani, o'ltirasizlar. Qani, o'tiring, ha. Ali, men sizning uyda tamaki chekishingizni yaxshi ko'rmayman. Mana chekmadim-ku. Yana nimani yaxshi ko'rmaysiz? Yana kichik boladek pat-pat burningizni tatib qo'yishingizni yaxshi ko'rmayman. Mana mushundaq. Yana-chi? Yana nimani yaxshi ko'rmaysiz? Tugapmi qoldi? Tugmagan-da. Qandaqroq? Kechdiqmi? Yomon emas. Yo'qolib ketding-ku. Telefonmi qilmaysan, ha? Men endi tashlaymikin deyman. Desa? Ey, mumkin emas. Olsam hozir Mehsatunda bir narsa chiqibdi. Hukumat cheklamaydi ekan. Aksicha maxsus o'rin ta'sis qilib bizdek oq xumarib qolganlar tarqitib ketibdi. Uni bir stakan ichsanglar, xumaringni bosadi ekan. Bara xiroyning xumarini ojizlat qilib bo'ladi ekan. Ey, uni o'xshashli zahar. Lekin uni hukumat cheklamaydi ekan qara. Hukumat cheklamaganiga qaraganda cho'qim biz chekayotgan tamakidan uning ziyonli tarkibi xeyli tuvan deb qarayman. Yo'q ishqa o'zingni avar qilmag'ina. Ale. Voy, ale deyma, ale. Ma bugungisini baqo Emrullah akam. Uzun yillik do'stligimizning mukofoti deb alaydan avatdi. Uqdingmi? Qarzlaringni vaqtida tugatsang, buningdan cho'ng mukofot bor. Ha? Ma'qul, men qaytay.
Ağine, bizni Yargol tarafga opirib qo'ygan bo'lsang. Xap bo'lmsanglar, uyga qaytay deb turgan edim. Xush bo'p qalay. Bir qerindishimiz qazo qilib degan, tezroq opirib qo'ygan bo'lsang. Hayda, mashinangni hayda. Tez bo'l. Tijoratdan yaxshi-da. Ha, yomon emas. Hozir sayohatchilarmi ko'p. Ish qilib bo'lib qoladi. Bo'ldi, mush yerda to'xtat. Biz tushib qolaylik. Yo'lning chetida to'xtatgan. Yanındaki pulning hammani chiqar. Pul? Yo'q. Pulning rost yo'qmi? Aytganim yo'q, faqat kira qilaman. Rost xaridor yo'q. Rost pul yo'q aka. Biz ziyon tortibdikmi nima? Rost pul yo'q aka. Vaqirma, g'ingshima bo'ldi, g'ingshima. Pul yo'qmi, texi? Chiqara hammani. Oyada, oyada. Bu pul bo'lmay nima? Ha? Soatini chiqara. Pul yo'q deydi, texi. Kagülük neymiş ki bizge keladigandı. O ya haqqı yomonlik qilmasa. Sabr qil. Bundaq yig'izari qilish yaxshi emas. U hozir xatarlik bosqichini o'tib ketdi. Siz darhol avtonom rayonlik yuqumli kasalliklarning oldini olish markazidagi Oygul doktor bilan aloqalashib, qon avrishkisini yetkazib bering. U qanday qilishni o'zi biladi. Ma'qul. Doktor, biror o'zgarish bo'lmaganda? Boshqa o'zgarish yo'q. Xotirjam bo'ling.
O'g'lingizdan qon bak ko'p chiqib ketibdi. Men vaqtida qon berishni o'rinlashtirdim. O cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Xotirjam bo'ling. Qandaq bo'lganda, appa? Qizim, siz orom elvamisiz bolaga Ah, ta'sir yo'q. bo'ladi. O'tirib eling. O'tiring. Orom oladigan ya bo'lgan bo'lsa, orom elvasingiz bo'ptikan jinim bola. Uyqum kelmadi, appa. Alining qon tekshirish natijasi bekitildimi? Tekshirishdan qaraganda Ali viruslanish davridan o'tib, kasallik bosqichiga kirgilimi 1-2 yil bo'lib qopti. Shuningdan qaraganda ayolinim yuqumlangan deyishga bo'ladi. Bugungi kundagi bolalar nima ish qilib o'z hayoti bilan o'ynashadigandu. Mening hammadan ichim serildigini, uning dunyoga ko'z ochmoqchi bo'lgan bolasi. Nima dedingiz? Ayoli texi homildarmikan? Ha. Undaq bo'lsa biz jiddiy tadbir qo'llanib, bolani bo'lsa saqlab qolaylik. Bu necis kasal, baribir balig'im yo'q edi-da. Undaq kesib aytishqimi bo'lmaydi. Hozir meditsina sohasida bundaq ahvolda buvaqni operatsiya qilib elib, uni opasidan ayirib davolaganda imkon qadar bolani qo'g'dab qag'il bo'ladiganligi sinoq qilinadi. Hatto bir qism joylarda muvaffaqiyat qozondi. Yo'ldishimni xatardan qutuldi. Muvofiq qon bersaklar, cho'ng masala yo'q deb atatdinglar. Nimishqa hozirgacha uydagilar aniq ahvolni bilmay bak titilib ketyotdi. Men sizning irodalik bo'lishingizni umid qilaman. Bo'libmi, qo'sqingizdagi bola uchun cho'qim shunday qilishingiz kerak. Nima deydigansiz? Yo'ldishimning kesili bak ig'ir o'xshamamdi. Jiddiylashmang. Bundoq jiddiylashsangiz, men sizga deyishik gapnimi deyamay qoladi ekanman. Bayqishimizcha, yo'ldishingiz oq tamakaga o'ginib qolg'ili xeyli uzun bo'ldi. Sizlar cho'qim qatalishib qoldinglar. Yaxshi, o'zingizni tutib olaydi ekansiz. Biroq oldirmang, gapim texi tugimadi. Bu gaplarni sizdan yushirsam bo'lmaydi. Enig'ini deyveray. Hozir eng yomon bo'lgani yo'ldishingiz AIDS virusi bilan yuqumlanibdi. AIDS. AIDS. Sen oqtamak chekayotgani necha yil bo'ldi? Bu gapni sizga kim dedi, doktor? Mening doktor ekanligim esingdan chiqib qolgan o'xshamamdi. Lekin xotirjam bo'l. Buni mendan boshqa hech kim o'qimaydi. O'tinib qolay, doktor. Buni hargiz soqchilarga depsamang. Men endi u nejisni hargiz chekmayman. Qat'iy tashlayman. Rost, sizga va'da beray. Bo'ldi, doktor. Endi bu to'g'riliq paranglashmaydi, ha? Bo'lamdi. Bo'ladi. Sen o'zingni yigitcha qilamsan. Bu nima deganingiz, doktor? Oldingizda bir haqiqatim uyay deb samag'andi ben. Men demakchi irodalikmisan?
iroda deb qapsiz doktor. Oldingizda turganning hammasi iroda. Doktor, bundaq tog'dan bog'dan paranglashmayli. Doktoringiz bormi? Doktoringiz bo'lsa, birdam go'ngmon tuvan ovozda naqsh aytib, muzik silishmamdiq. Yo'q. Sen o'zingni irodalik deb va'da berding. Yigit so'zdan qaytmaydi jumu. Tekshirish natijasi muqimlashdi. Xaroyin hayotingga ofat ib kelibdi ukam. Ras. Ölü olaylı Gülşen. Tam yaşadık. Tenkit eyle. Oldunuzda. Ben öley. Yo'q. Billi o'laylik. Biroq balichi. Tug'ilmagan bolada nima qilma? Yo'q. Men o'zim tug'aman. Men tug'alaydigan tursam. O'zingizni besaylang. Necha kundan buyon sizning ruhiy kayfiyatingiz turaqlashsin deb bir ishni sizga aytmagan. Biz doktorlar bilan ko'p muzokaralashib, bu vaqtni operatsiya orqali oladigan bo'ldik. Tarzimizcha bolami aydiz virusi bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin. Yo'q, bu mumkin emas. Dunyoga ko'z ochmagan bir bexabar jonning undaq bo'lishi qandaqmi mumkin bo'lsin? Ammo bu reallik. Lekin bizmi shuning oldini oladiganga tirishyapmiz-ku. To'g'ri,
shu topda sizning bolangizning qanday qilib shu kasal bilan yuqumlanib qolganligiga ishongingiz kelmayotidi. Bu kasal asosan mundaq 3 xil yo'l bilan yuqadi. Birinchisi AIDS virusi bilan yuqumlanguvchi bilan jinsiy aloqa qilishdan yuqadi. Ikkinchisi, ya'ni qon orqali yuqadi. Uchinchisi, homildorlik mezgilida onadan bovaqa bevosita yuqadi. Ha, bundaqda sam ro'yingiz tushib ketmasin. Boy dedim-ku, bolangizni u nejisning changalidan qutuldirish uchun sizni operatsiya qilamiz. Rasma. Balani saqlam saqlab qolg'ili bo'lamda. Agar siz bizga yaxshi maslashsangiz, bovaqning yuqumlanish nisbatan 10% tushirgil bo'ladi. Bola tug'ilgandan keyin emitishga bo'lmaydi. Butunlay doktor belgilab bergan sun'iy oziqlik bilan oziqlantirildi. 18 oydan keyin bir qatim tekshirganda qon tekshirish natijasi manfiy chiqsa, bola AIDS virusi bilan yuqumlanmagan bo'ladi. Ma'qul. Men sizlarga maslashay. Balam hayot qoladigan ish bo'lsa, men o'lib ketsam mayli. Yaxshi. Ortiqcha o'ylab ketma. Biz maxfiyatligingizni saqlaymiz. Bu jihatda davlatning qonuni bor. Biz sizni boshqalarga faqat jigar yog'lig'i bo'lib qoldi deb qo'yamiz. Odam o'zida bor narsani, o'z ilki turgan narsaning qadriga yetmaydi ekan. Uni asrashni bilmaydi ekan. Faqat uningdan ayrilib qolgandan keyin, ondan pushaymon ilkida hasrat yoshlarini to'kadi ekan. Mana men sog'lom, bejirim odam edim. Zahar chekdim. Tumrimdagi qon zaharlandi. Ruhim bulg'andi. Tenim gunoh zanjiri bilan kishanlandi. Mana endi aydiz degan Azroilning quliga tushdim. Bu ishlar o'zim bilan kesug'maydi. Buni hayotning menga bergan jazosi deb bilgan bo'lardim. Oqibat eng suyimlik odamim. Yurak paramning qotil bo'lib qolganligini aslo o'ylamabdi ekanman. Ajal biz bir oylik ishlarni qistab kelmoqda.
Endi har bir daqiqa, har bir minut men shundoq qimmatlik. Dunyo shu qadar go'zal bilinmoqda. Afsus, men bularning qadriga yetolmadim. Süpsüzük osmon, yop-yeshil bog'lar, zumrad sular, nima degan go'zal ha? Mana yangi chiqqan meva-chevalar, o'xshab ketgan meva-chevalar. Ko'rib beqim. Ko'rib beqim. Ko'rib beqim. Ko'rib beqim. Ha, yana shunda. Ha, mana. Ko'rib beqim. Sovg'a. Bir bering, ha? Sovg'a bichivelanglar. Cho'kimiz satiman, cho'kimiz. Buningdagi mallikib yurmay, sen mubag'i. Barsang baqo. Pay isteydi. Ma'qul. Tamakidan bir bo'laq bera. Nima? Tamakidan bir bo'laq bera. Gülşen yangigandan keyin kasalliklarning oldini olish kontrol qilish markazidagi xodimlarning talbi bo'yicha bolasini yaxshi parvarish qildi. Taliga 18 oydan keyingi qon tashuvtish natijasida bolasining qanida AIDS virusi bayqalmadi. Shunga ular bolasining ismini Aman qo'ydi. Ras. U AIDSning changidan qutulib omon qolgan intayin osondagi talaylik buvoqlarning biri edi. 2 yildan keyin Ali qazo qildi. Gülşen shuningdan keyin bolasi Aman uchun texmi ko'p kishilarning omonligi, sog'lomligi uchun tashabbuskorlik bilan qizil lent sepidi qo'shildi.